90-yillar O'zbek choyxonasi qozixona va ko'chadagi tartibsizliklarga ta'sir qiladigan norasmiy markaz sifatida eslashadi. Choyxonaga odamlar faqat ovqat yoki choy uchun emas, balki kim haq, kim nohaq degan bahslar ham shu yerda muhokama qilingan deyishadi. Haqiqiy ichki diplomatiya va ichki intrigalarga boy muhit sifatida eslashadi. Har bir choyxona o'z muhiti va ichki tartibi bilan ajralib turgan. O'yinchilar orasidagi kelishuv saqlanishiga ahamiyat berilgan. Yozilmagan qoidalardan biri esa masalalarning rasmiy idoralarga olib bormaslik hisoblangan deyishadi. Oradan yillar o'tdi. Zamon o'zgardi, lekin shu davrni ko'rgan guvohlar hali ham bor. Choyxonada ovqat qanday chiqqan? Bu ikkinchi darajali masala. Lekin ayrimlar uchun choyxona o'z tartiblari ishlaydigan alohida dunyodek ko'ringan. Siz yoki yaqinlaringiz shunday muhitni ko'rganmisiz? Izohlarga o'tamiz. Juda qiziq bo'ladi.